Yur Mehroj, masjidga Qadr kechasini o'qishga boramiz. Siz boravering, ertaga ishlarim bor, uxlashim kerak. Bu kecha shunday ulug' kunki, bu kechada namoz o'qiganing 83 yildan, ya'ni 1000 oydan savob ko'proq keladi. Bu kechada duo qilsang, duolaring ijobat bo'lib, ishlaring yurishib ketadi. Bu kechada Jabroil alayhissalom boshchiligida jamiki farishtalar yer yuziga tushadi. Bu kechada Alloh taolo bir yillik taqdirimizni hal qiladi. Bu kechada bir daqiqani ham zoya ketkazmasligimiz kerak. Bu kechani qadrini qabrga yotganlar juda yaxshi biladi. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida Jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarni istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mana shunday ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. O'ktam aka ketdik.